Yerdan ajrashgan ayolga hamma yaxshi gapiradi, yaxshi e'tibor beradi deb o'ylaysanmi? Hammasini maqsadi sendan bir marta foydalanguncha, foydalangandan keyin o'z-o'zidan kerak bo'lmaysan sen. Sen o'zingni arzon sotding. Qolaversa qadringni bilmading. Sen nafaqat bu dunyoyingni, oxiratingni ham so'roq ostiga qo'yib qo'yding. Bitta odamning umrini ham o'g'ol qilding. Bu bola ham senga ishonib, yaxshi niyatlarda uylangan edi. Ozgina sabr qilsang, shu bolaga ham Xudo berardi yaxshi narsalarni. Dinimizda ham eng yomon narsa bilasanmi? Bitta oilani buzilishi. Sen o'sha oilani o'zing buzding. Bilaman tog'a, o'zim ahmoqlik qilib qo'ydim. Guldek oilamni o'zim barbod qildim. Erimni topganiga qanoat qilmadim, sabr qilmadim. Ahmoqlik qildim. Boshqa ayollarga o'xshab erimni duo qilib, ishlari yaxshi bo'lib ketsin ham demanmi? Yolg'on hayotga aldandim. Erdan ajrashsam yaxshi yashayman deb o'yladim. Ba'zi bir ifloslarni nafsini o'yinchog'i bo'ldim. O'zimda ham ayb bor. O'zim ham nafsimni tiya olmadim. Qilgan ishimdan o'zim juda ham qattiq pushaymondaman. Oilamni qadriga yetyapman tog'a. Menga yordam bering. Men shunaqa og'ir ahvoldaman. Bo'ldi. Men hammasini tushundim. Ayol kishi ersiz yashash kerak emas ekan. Boshim toshga tegdi. Hammasini tushundim. Erkakli uy fayzli, barokatli bo'ladi deb bekorga aytishmagan ekan.